Assalomu alaykum hammaga, kanalimiz a'zolari, mehmonlariga. Videomiz mana aqlli kat yo'llarimiz haqida. Ko'pchilik so'raydi, aqlli kat yo'llarimiz ko'mir bilan ishlaydi. Hoka ko'mir bilan. Xo'sh, bu yerda mana suvni gradusini qo'yib qo'yganmiz. Chiqish suv 45 gradus, hozir 46 gradus suv chiqib turibdi. Doimiy suv ta'minoti bor. Doimiy suv ta'minoti deganda suv postoyanli kirib turishi kerak, avtomatik klapim bor. To'xtovsiz mana uzluksiz 46 gradusda suv chiqib turibdi. Bu yoqda o't yonib turibdi mana kat yo'limizda. Mana shu holatda soatiga 1 tonna 200 litr suvni bemalol chiqazib yetkazib beradi liniyaga. Hoka bilan yonadi mana, ko'mirni maydasi bilan. Kat yo'lda o'zi komplekt bo'ladi. Bu suv bochka meshalka bilan komplekt bo'ladi. Hozir ko'mir haydashga o'tdi. 6 sekund ko'mir haydaydi. To'xtaydi. Har 5 minutda 6 sekund ko'mir haydaydi. Xullas kalom buller hisobida mana shu avtonom ishlaydi. O'zi odam aralashish shart emas. Agarda suv 45 gradusdan tushib ketsa, 43-44 gradus bo'lib qoladigan bo'lsa, avtomatik suvni to'xtatadi, o'zi yopadi. Gradus yetib chiqqandan keyin yana ochadi. Bunga umuman odam aralashish shart emas. Chekkaga ustanovka qilib qo'ysa, xuddi shu holatda ishlar doimiy suv ta'minotini ta'minlab beradi. Kerakligicha olib foydalanishlaringiz mumkin. Ko'pchilikda tushuntiryapmiz, ko'pchilikda tushuncha bo'lmayapti. Suv yetkazamiz. Suvni albatta yetkazadi. Doimiy suv oqib turadi. Isib kirayotgan sovuq suv isib bochkaga tushyapti, bochkaga to'planadi suv. Bochkaga to'plangandan keyin bundan olib foydalanish mumkin. Mana hozir bir yarim soat bo'ldi, qoliplarni yig'ib tayyorlashyapti. Bu yerda suv ancha suv ta'minlab qo'ydi. Xullas kalom shunaqangi aqlli kat yo'llar kimga kerak bo'lsa, Gazablog liniya bo'yicha bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha kelishilgan holatda tayyorlab ustanovka qilib beramiz. Hamma ishlarga rivoj, ko'rganda ko'rishguncha.